Har bir qizning esda qolarli va unutilmas eng baxtli kunlari bu uning to'y marosimi va unga tayyorgarlik ko'rish jarayonlaridir. Chunki bu xotiralar hech qachon insonning esidan chiqmaydi. Shuning uchun ham qizlar ularning zarbalari hammanikidan ajralib, chiroyli bo'lib turishini va videolarda ham eng chiroyli bokslar bo'lishini xohlashadi. Bugungi mijozimiz Sabina uchun ham mana shunaqa chiroyli boks tayyorladik. Ular mekap uchun kerakli bo'lgan kosmetikalarni yig'ib bering deganlari uchun hammasi sifatli va chiroyli kosmetikalarni yig'ishga harakat qildim. Boks yanada chiroyli chiqishi uchun uni gullar bilan bezatdim. Boksda 20 dan ortiq kosmetikalar yig'ilgan bo'lib, hammasini sifatli va hamyonbop narxlarda yig'ishga harakat qildim. Boks narxini bo'lsa Telegram sahifamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Agar sizga ham shunaqa kosmetika naborlar kerak bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring yoki direkt orqali aloqaga chiqing. To'yi yaqin do'koningizga ham bu videoni ulashishni unutmang. Hozirda Tiara kosmetikada 3 kunlik skidka va siz bu boksni 50% arzon narxda sotib olishingiz mumkin.